Hammaga salom. Bugun sizlarga qiziqarli bir kunimni vlog formatida ko'rsatmoqchiman. Soat 9larga yaqin ko'chaga chiqdim. Non olishga, keyin non olib, endi orqaga qaytayotganimda qo'limdagi nonni ko'rib, tepadan shunaqa qushlar uchib keldi. So'zga qushlarga berishga donim yo'q edi, shuning uchun magazinga kirdim. Xudoy magazinga kirganimda qanaqa video olishni bilmayman. Bilaman, to'g'risi ideyalar kelmaydi. Shuning uchun bir-ikkita narsani olib uyga qaytdim. Asosan men ertalabki nonushtaga alovdishga tayyorlamoqchi edim. Shunga qatiq olish uchun chiqqandim. Har safar alovdishga tayyorlaganimda umuman ko'tarilmasdan, tari pishmasdan chiqardi. Lekin kecha bitta videoni ko'rib qoldim. O'sha video bo'yicha tayyorlagandim. To'liq retsept opisaniyada yozib qoldiraman. Choylarni ichib olib keyin hammamiz ko'chaga chiqdik. Qishim bilan birinchi bo'lib shu balkonda videoga oldim. Juda ham chiroyli ekan. Keyin bo'lsa yana magazinga kirdik, chunki uyga kerakli narsalar olishimiz kerak edi. Bu yerdan bir-ikkita videolar olib, keyin yana ko'chaga chiqdik. Kim shunaqa mayda mandarinlarni ko'rgan, to'g'risi birinchi marta ko'rishim. Uyga kelib birinchi bo'lib narsalar joylashtirdik. Keyin onamga shunaqa chiroyli narsa to'qidim. Uyimizda apelsin yeyilmagan uchun yarmini sokini chiqarib, o'rog'i siqib sokini chiqardim. Boya ko'rgan mayda mandarinimizni kichkina apelsin bilan solishtirganda farqini qaranglar. Apelsinlarni sokini siqib, bunaqa kichkina setkachadan o'tkazdim. Tunishilar uchun 3 ta apelsindan shuncha sok chiqdi. Ta'mi juda ham zo'r. Menga masalan yoqdi. Keyin oldimga shunaqa pechenyelar qo'yib, kino ko'rishni boshladim. Chunki vlog videom shu yergacha edi. Aytgancha keyingi videolarda nimalar to'qiganimni ko'rsataman.